O'zbekistondan kelganimizga bir hafta bo'libdi, lekin esa bolalarni juda ham sog'inyapman, to'g'risini aytsam. Ko'p eslayvermay, o'ylayvermay deb o'zimni uydagi ishlarga chalg'itishga harakat qildim. Birinchi navbatda kirlarni kir moshinaga soldim. Keyin esa ovqatga harakat qildim. Xolodilnikni ochsam, suzma bor ekan. Shu paytda o'zimni yodimga tushib ketdi. Yoshligimizda bu suzmani biz chakki deylardi. Kimda qanday aytiladi? Bizda bolaligimizda chakki deb aytilardi. Lekin hozir yoshim katta bo'lgandan so'ng suzma deb aytib o'rganib ketganman. Shu esimga birdaniga tushib ketdi. Qarasam xolodilnikim birinchi kelgan kunimizda go'sht olib kelib, uni kichkina tiftilcha qilib, tugib xolodilnikka muzlatib qo'ygandim. O'shalarni olib eritdimda zirvagini tayyorlab oldim va kartoshka, piyoz ham qo'shib, sabzlarni maydalab to'g'rab, birin-ketin qozonimga qo'shib oldim. Alohida idishimga qovurib oldim. Keyin qarasam, bu juda ham kichkinalik qildi. Bu orada mana shunaqa muzlatilgan no'xatlarim ham bor edi, ularni ham qo'shib oldim. Idishim kichkinaligi uchun katta idishga zirvagini qaynatib qo'ydim. Va keyin esa bolalar bilan O'zbekistonda mazza qilib, baribir sog'inib, gaplashib o'tirgan boshqachada. Keyin qarasam, mana shunaqa tayyor roltonli xamirim bor ekan. Xuddi shunaqa xamirni solsalaring, xuddi qo'lda yoyilgan xamirga o'xshaydi. Keyin O'zbekistondan olib kelgan suzmalarimni yaxshilab aralashtirdimda, xo'jayinimga tortiq qilgandim. Bay. Buni hidlarini qaranglar. Xo'jayinim ancha bo'lgan ekan ichmaganiga mazza qilib ichib oldi. Bunaqa floshkadagi ovqatlarni esa endi ertangi ishga olib ketamiz. Keyingi videolarimni ko'rish uchun podpiska tugmasini bosib qo'ying.